أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Süyümlü kızlarım. Ustaz Ali Tantavi'nin Ey Kızım kitabıdan dersimizni davamlaştırımız. Ey kızım, hazırki cemiyetimizde kız ayalla mubtila bulup qalğan ağır kesellerden birisi kısımlık film görüş. Yeni biri söygü haqida naqşanlaş. Her ikilisi de bir kızның ayalının diyaneti üçün çoğ ziyallar var. Çetelinin kısımlık filmleri adamlarımızın terbiyesini, düşüncesini, hatta ki itiqadını bozmakta. Söygü üçün ata-anaga qarşı çıkış, erige xiyanet qilish, nikahsız halda her xil toğru bolmagan işlarni qilish ijobiy qahramonlar tarafidan amalga oshirildi. Ayallar bolsa gahida namazını hem unutup aşu köp kısımlık filmlerge mahliya buluşmakta. Bundaq ailelerde çoğun buluvatkan köpünç kızlar bolsa min afsus ki mektep yaşıdan başlap şeytanның qoşaqlarını anlavatıdı. Pak söygü niqabığı kirvağan uyassız nərslərini tərğib qılğıcı naqşı muzika, şiirler yaşlarının bütün iňini egellemekte. Ey kızım, siz buladın yirak bulun. Söygü haqqidagi naqşa ve köp kısımlık filmlarga qiziqmang. Bularning hammasini şeytan közgi çıraylık görüstüp günah bolduğan his tuygularga başlaydı. Bilip qoyun. Namahrem oğullarni körüpli yaxşı körüp qilish şeytandındır. Rahmani söygü faqatla nikah arqılıq payda boludu. Pakiz qalbliq er ayal tasadibi uçraşmagan, belki ularni pak niyetleri cemlegen. Şa'ravi aytqan ki, eğer iki kişi arasındaki güzel ahlakni körsen, ularning üçüncüsü Allah ekanligini bil degan. Sevimli kızlarım, mana bu o'rinda ustozning so'zlari bilan hammamiz o'zimizni ham tekshirib boqamdik. Bizning oramizdami bundaq ahvollar bormi? Koreyaning qismliq filmlarini, kinolarini nayt yaxshi ko'rib, uningdagi personajlarga qarab, yig'lab, tushkunlashib, ularningki kiyimlarini o'zimizga taqlid qilib, ularning yasanishlarini, hatto yegan narsalarni o'zimizga taqlid qilishlar. Quloqlik bilan har vaqt her xil naqşlarni, muzikalarni anglash bilan vaqtlarimizni o'tkazish, hatto saharda kirib uyg'otgan onalarimiz quloqlikdan chiqib turgan naqsha ovozi bilan uxlab qolgan farzandlarini uyg'otish. Bundaq filmlar va bundaq naqshlarning o'zi kishilarga yomon ishlarni xiyol qildirdi, insonning shahvatini o'riltirdi. Ba'zi bir naqshlar ayollarningki qizlarning jamolini sifatlaydi. Haram narsalarni maqtaydigan naqshlar, she'rlarni anglashninki haramligini suyimli qizlarim, sizlar hammanglar bilsizlar. Aqlli inson o'z vaqtini manfaatli ishlarga sarf qilish orqali vaqtidan unumli foydalanadi. Alloh taolani yod etib turish, Qur'on Karim tilovatini anglash, nurg'ulg'an foydali bo'lgan vaz-nasihatlarni tinglash, foydali filmlarni ko'rish, bularning hammasi sizlarga yüzlerce yaxshiliklarni olib keladi. Ammo naqshi muzika anglash orqali yaxshi fursatlarni ketkizib qolsalar, vaqtinglar foydasiz ishlar bilan zoyi bo'lib ketadi qizlarim. Alloh taoladan sizlarning qalbinglarni nurlantirishini, xatoliklaringlarni afv qilishini, shunaqla o'zi yaxshi ko'radigan va o'ziga yaqinlashtiradigan yaxshi amallarni qilishga muyassar qilishini so'rayman. Amin. Ey qizim, ishing 30ga berib qoldi. Ömrünün o'ttir yerimini besib o'tib bo'ldim. Har xil odamlarni ko'rdim. Shaytonning turli xiyonatlariga yo'liqdim.
odamlarning xuy mijozlariga sabr bilan muomala qilish kerakligini, shayton bo'lsa har tarafimizdan adashtirish uchun har xil nayrang o'ynaydiganligini, to'xtamasdan harakatda bo'ldiganligini tushundim. U insonning yishiga, jinsiga, iqtisod holatiga, ilmiga va boshqa sifatlariga qarab hiyla ishlatishdan to'xtamaydi. Avval shaytonning yomonliklaridan Allohdan panoh so'rang. Hidoyat so'rab duo qiling. Har bir holatingizda shayton hilasidan hushyor bo'ling. Namahram erlar sizga muloyim gap qilayotgan bo'lsa, aniqki bu shaytonning hilasidir. Namahram yigit va qizning har qanday holatda bo'lsa ham gap qilishi shaytonning fitnasidir. Men bu gapim bilan yigit va qizning suhbati yomon niyatda boshlandi demoqchi emasman. Biroq ular shaytonning hiyla qilishi uchun eng qulay vaziyatni hozirlaydi. Suhbat davomida asta ularning avval qalblarini vasvasaga soladi. Bu vasvasa bir ozdan keyin so'zlariga o'tib ularga tabassum aralashadi. So'zlarning ma'nosi ezishga boshlaydi. Kundan kunga ular zaruriyatsiz ham gap qilishadigan bo'lib qilishadi. Shayton ularga qalbinglardagi bu bo'lsa do'stlik, keyin bo'lsa sevgi deb tunishtirdi. Bunda qalbdan Allohning muhabbati chiqib ketadi. Ey qizim, siz bunda xiyollarning tamomini kesing. Bunda narsalarning qalbingizdan joy ilishiga asla yo'l qo'ymang. Hozirgi kunimizda tarjima qilingan ko'p qismli teatrlar, ijod qilinayotgan naqshlar insonni gunoh vasvasalarga targ'ib qilayotgani uchun men sizni ulardan cheklayman. Ey qizim, husn go'zalligidan kechish mumkin, ammo xuluq go'zalligidan hech qachon voz kechilmas. Madaniyat xalqning orzusi, axloq bo'lsa haqning Allohning. Siz haq arzu qilgandek bo'lsangiz, qalblarning egisi bo'lgan zot har qachon sizni suyumli qilib qo'yaverdi. Husningiz ko'zlarni chaqnatishi mumkin, ammo go'zal xuluqingiz har vaqt insonni o'ziga maftun qilaverdi. Go'zal xuluq qancha ishlatsangiz ham kemaymaydigan boyliqdir. Hikmatlardan birida kimning xuluqi yomon bo'lsa o'zini yo'q qilibdi deyilgan. Go'zal xuluq bu atrofdagilarga Rabbingiz buyrug'inidek muomalada bo'lishdir. Hakim Rabbimiz marhamat qilidiki, Qur'on Karimda فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah'ның rahmeti bilen sen ularga mulayim boldun. Eğer qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi, ularni afu qil dedi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyurilgan xuluq, sizga ham buyurilgan xuluqdir. Ustozning bu güzel nasihatlari haqiqatan uzun yillik tajribalardan kelib chiqqan bebaho bir nasihatlar. Suyimli qizlarim, insonning vujudidagi bo'libmi sizlarning balog'at yeshinglardagi paydo bo'ladigan fiziologiyalik hodisalarningki o'zini go'yo bir benzinga o'xshatsa, benzin o'z yo'lida o'z joyiga ishlatilsa foydali bo'lgan bilan o'tga yiqilishib qolsa yoki uning qishida saranga yiqilib qolsa hammani ko'ydirib kul qiladigan kontrolsiz bir xatarga aylandi. Danishmanlardan biri farzandlarda paydo bo'lgan bu fiziologiyalik o'zgarishni egiz tog' cho'qqisidagi dayvatlik bir qo'ram toshga o'xshatganka, bu tosh zamonlar bo'yi egiz tog' cho'qqisida jim turgani bilan birsi uni shundoq midirlatib qolsa pastga qarab dumlashga boshlaydi-da, uni to'xtatmoq mumkin bo'lmaydi deb ham bu so'zlariga
taq cho'qqisidagi qoram toshni tabratmang deb tema qo'ygan ekan. Suyimli qizlarim, go'zal xuluq yaxshilik va saodatdir. Nachar xuluq shumliq va shaqovatdir. Hadis sharifda inson o'zining isil xuluqi bilan kechasi ibodat qilib, kunduzi ro'za tutgan kishining darajasiga erisha oladi degan. Men sizlarning menga qiyomat kuni o'rin jihatda eng yaqin va eng suyimli kunlar bilan xabar beraymi? Ya'ni u axloq jihatda eng yaxshiraqinglardir degan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sifatlab, sen haqiqatan buyuk axloqqa egisan dedi Qur'on Karimda. Sizlar ana shu Muhammad alayhisolamning ummatisizlar. Dinimizning vakili, millatimizning umidisizlar qizlarim. Qiz yigitlarning arilishi to'g'risida tul gap qildigan hech qanday oliyjanob g'oyasi yoki fazilati bo'lmagan, yo'ldan chiqqan axloqsiz qizlardan yiroq bo'linglar. Ruhiy jihatdan o'zinglarni eng ustun o'ringa qo'yib, hijoblaringlar bilan faxrlanib, shariy adablardan uzuq qolgan holatda yengilmas bir kuchli ruh bilan meninglar qizlarim. Ustoz Ali Tantavi o'zining nasihatlarida barliq ota-onalarningki yurak so'zlarini so'zlagan bo'pti. Biz bu to'g'risida texmo tafsili to'xtalmaymiz. Sizlarga ishonamiz, sizlarni yaxshi ko'ramiz qizlarim. Bugungi darsimizning savoli: Qur'on Karimda qanchinchi sura, qanchinchi oyatda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning axloqiy sifatlandi? Qani bu savolimizga qaysi qizimiz eng tez, eng to'g'ri javob bera oladi?